sizlarni maqtab ko'tarib qo'yish emas, bu yerda bor gap. Masalan, mana bu yerda ishlatgan masalan yonimizda birov ustida ishlatgan bo'lsa, mana hayot, yo boshqa narsa ishlat, uni vibr hadovoy-ku deb emulsiyasi ham hatto bo'lsin zo'r. Tavsiya qilish shuni. Ha, shunasi brend o'zir mahalla. To'g'risi gap. Men uchun, endi qolgan ustalar uchun bilmaydim-ku. To'g'risi gap, Odil aka o'zingizga ham aytaman-ku. Gruntobgacha mana yumaloq paqirib chiqib mix. Totishaydi. Umri uzoq-da, turib beradi. Uni endi ishlatish kerak. Ishlatishga bog'liq. Masalan, mana gotoviy emulsiyalar, misol oddiy razovitlar ham bor-ku. Masalan, mana qo'lli kraska bo'lganda ana qilib atsangiz, haligi asib ketmaydi-da. O'ziga yarasha hamma narsasi. Gap bo'lishi mumkin emas, to'g'risi gap. Sizlarni maqtab ko'tarib qo'yish emas, bu yerda bor gap. Bu illi fikrlar, bu hech qanaqa tayinlangan narsa emas. Yo'q, biz tasodif ko'rishib qoldik. Mana Odil akaning oldiga kirsam do'konga, o'tib ketishgan ekan, mana shunaqa kirib bo'lish u tasodifiy, mana Nesbek, zo'r kelgan mahsulot. Rahmat, xudo xolasa. Mana bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Shamsibay bozorida mana Odilxon akamiz do'konlaridan olib foydalansanglar bo'ladi. Xudo xolasa mana shu vibrlardan olib ishlatinglar. Hamma narsasi grunt to'pkasi ham, musulmon narsasi ham, trametenlaki ham misol, hammasi o'ziga anaqa.